Öydüm çıkıp durup talanı görüş pek noç koydan. Hocam. Ey adam. Neymiş kılatla? Su üzüvatı mı? Ya kölçektim işini kola koyup gelse paltanış su üzüvatı. Hocam tüzük kep kıysa. Sakma ya sen bu denişi körep utasın neymiş kılıvatlılardım soramsın bu körep durup edemne. Kızık de kola. Köreviremlaş bizmine. Can bek işçim sıkılıp keteceğim meninki. Konda akılım senin işçin sıkılıp ketsem de işçi sıkılıp ketti deyip iki jalıqı isip koyayım seni. Hey adam. Ha. Düş tamak yemla. Yak. Aqtatçılıkka taşlap qo'ygan tuningizga bir tavizning shapaqlari bosib pishga bir kunjur kepaklarni aralashtirib ichib bersan shuni yeymikan tamoq yeyman. Hocam tüzük kep kızlar baman muşta kep kılıveremeden bek işçim sıkılıp ketti. Menin atolağı içkip göz cise min tolağını. Voy sen qıztib qolma saqma ya sen saqsan sen ha. Ve bu tolat soğuq qolavassa bu ya muqamıq kagidek keptim shuna qilmaysa biz daldanni qanchaqadek cho'glab yurimiz degan etigan qaqsada. Men bulapta tolağı çıktık demağanca tolağı çıkmay neymiş kılımaz. Siz fakat lağmen emas. Öyde oturashdan başqani bilmeylar. Sesikten işiga qo'yilib. Bo'ldi qizim. Nimada qilsayman? Bu demaga demamam sen. Nimada demachiz qilib ishni qilib turibniki ma. Unda bolsa tepishmoq topili. Asıl tapasları çıkmaylı, tapamısları çıkılı. Tutulamayım şan. Maq degine tepishmoqni men bir tapay. Degine. Mağdu kızdan aşamaydı o nime? Böşük? Hocam. Tiş sırlaqlıq, içim mıxlaqlıq o nime? Qashqamara. Hocam aslı mening içim çırağan kurutganlar tepib oldular. Qiziq kelsan o'zing tepishmoqni deding men tepib oldim. Uftuvaganda men de. Yo'q, mattam to'rt mattam deb chiqqan. To'rtni topgan ekan, uninnikini hisob bu. Qanday qilishni ichib qo'ydim. Degine. Savol. O javob ha, desla. Voy ma. Adam neymiş tamak yeydi? Qo'saq ochqandiki tamoq yedi. Hatta u degan adam badaninki qonuniydi. Bu nere tepishim? Voy bu. Tapamla. Tapamla. Savol. Javob ha, degine. Adam neymiş su içti da? Bu adam bedenining qonuniydi. Hatta adam ustab ketgachga su içti da. Tapamla bana tapamla. Mana tola chiqmiz, endi tola ko'ramiz. Bir ishchini siqmasan unda. Yo'q, tola chiq. Qaylar, Mana tala, ko'ding talani. Shunda chiroyli ko'dingmi? O, qaylar ketib qadamini ko'dingmi? O yo'pirmoqni sag'iribdi, shunda go'zal chiroyli. O, biz o'tirdiq ya shu talani ko'dingmi? Mana sal talani bek pez ko'rsatdim mana. Uydan chiqib turib talani ko'rish bek noch qo'ydan. Ko'rgansan? Qaylan manda qildi. O'zing ko'ding tala shunda so'g'oqkan, o'zim so'g'oqliqini his qildim. Uningdan men mulozimdan nochi tamoqni vurib bersa. Ishkedan denshi ko'gach arrinshija o'tkazsak bo'lmamda. Quloq tikadimi? Ko'rib boqay, avval. Ma'qul. Nima yeysa? Shu o'sha. Okey. Mulozim qo'shib 11lik e'tibor berish faoliyati. Faaliyet mezgilida siz mulozim epchaq va mulozim epdan foydalanib 11 yuan to'lash orqali mulozim supsining 30 yuanlik e'tibor beltiga erisha olasiz va olma 15 telefon. Sayya sayaydi. Oppo telefon qatorliq katta mukofotlar yo'shingan mukofotlik chek tortish faoliyatiga qatnasha olasiz. Faoliyat vaqti qala 2023-yil 11-oyning 10-11 12 kuni jami 3 kun bo'ladi ekan. Birinci mukofot olma 15 telefon 256G nusxasi ekan. Mukofot soni 3 dona ekan. 200'lik mukofot sayyoh 7 kunlik sayohat mukofot soni 7 dona ekan. 300'lik mukofot 4 xil tor qo'llaydigan 5G torliq Oppo A96 olaydi biz telefon. Mukofot soni 11 dona deydi. Qatnashaylar. Yaqi talani ko'rib jiraylar. Yo'q, qatnashmayman. Ya mana talani ko'rib jiraylar. Yo'q, qatnashmayman. Ya qatnashmay talani ko'rib jiraylar. Men nima desam yo'qdimi qatnashmayman. Ya mana talani ko'rib jirayman. Yo'q, men qatnashim sayyoh bo'lib. Bu qatnashadi. Oy, jo'ma.